Assalomu alaykum. Dunyo News kanalida O'zbekiston va jahon yangiliklari. Agarda siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugungi dasturimizda O'zbekistonda elektromobillar uchun birinchi quvvatlantirish stansiyalari tarmog'ini qurish boshlandi. Farg'ona NQS, Quartz va yana 16 ta kompaniya 2021-yilning aprelida sotuvga qo'yiladi. Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo mamlakatlariga amaliy tashrif bilan boradi. Turk razvedkasi O'zbekiston FETÖ'ning 2 a'zosini qo'lga kiritdi. Shu va shunga o'xshash yangiliklar faqat bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib kuzatishingiz mumkin. Endi esa batafsil. Makro supermarketlar tarmog'i O'zbekistonda elektromobillar uchun birinchi quvvatlantirish stansiyalari tarmog'ini qurishni boshladi. Bu haqda magazinga tayanib Spot xabar berdi. Makro esa ushbu ma'lumotni tasdiqlagan. Kompaniya quvvatlantirish tarmoqlarini qurish qarorini dastlabki muvaffaqiyatdan so'ng qabul qilgan. 2020-yilning oktyabrida Toshkentdagi Makro Ekopark avtoturargohida shahardagi elektromobillar uchun birinchi multirazyomli stansiya o'rnatgan edi. Mamlakatda elektromobillar uchun quvvatlantirish stansiyasini o'rnatgan birinchi chakana sotuvchi ekanligimizdan faxrlanamiz va ushbu tarmoqni kengaytirish navbatdagi mantiqiy qadamdir, deydi Makro rahbari Roman Sayfulin. Uning ta'kidlashicha, kompaniya atrof-muhitni himoya qilish borasidagi majburiyatlariga jiddiy yondashadi va yangi texnologiyalarni o'z mijozlari bilan bo'lishishdan doimo mamnun. 2020-yilning oxirida O'zbekiston elektromobillar uchun kurs olayotgani ma'lum bo'lganda, o'z avtosanoatni faqat elektromobillar ishlab chiqarishga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Mamlakatda elektromobillarning olib kirilishi uchun yig'imlar bekor qilinmoqda. 2 oy ichida quvvatlantirish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari, mamlakatda elektromobillar importi so'nggi 2 yilda 10 barobarga oshdi. Elektromobillar ishlab chiqarish borasida esa qator loyihalar ko'rib chiqilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 fevral kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat bilan 2021-yilning aprel oyida davlat ulushi sotuvga qo'yiladigan 18 ta korxona ro'yxati tasdiqlangan deb xabar beradi Gazeta.uz. Kompaniyalarning deyarli barchasi aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. 2020-yilning oktyabrida Shavkat Mirziyoyev davlat ishtirokidagi korxonalarni jadal isloh qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish to'g'risida farmonni imzolagan edi. Avvalroq xususiylashtirish rejalashtirilgan ko'chmas mulklar ro'yxati e'lon qilingan. 10 fevral kuni Prezident bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Akmalxon Ortiqovga davlat ulushi mavjud korxonalarni xususiylashtirish jarayonini tezlashtirish bo'yicha topshiriq bergandi. Avvalroq Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi dizel yoqilg'isi narxlarini pasaytirgani ma'lum qilingandi. Shuningdek, Farg'onada 2023-yildan boshlab AI92 benzin va Euro 5 standartidagi dizel ishlab chiqarilishi haqida xabar berilgan. 2021-yilning 16-18 fevral kunlari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'istonga amaliy tashrif bilan boradi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tashrif mobaynida 3 ta mamlakatning tashqi siyosiy mahkamalari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Muzokaralar chog'ida mintaqaviy hamkorlikning bugungi holati va rivojlanish istiqbollari, shuningdek Markaziy Osiyoning global iqtisodiy jarayonlar va transport yo'laklariga integratsiyasi masalalari muhokama qilinishi ko'zda tutilgan, deyiladi xabarda. Turkiyaning Milliy razvedka tashkiloti tomonidan o'tkazilgan maxsus operatsiyada muxolifatchi Fathulloh Gulen tashkilotining a'zolari Gurbuz Sevilay va Tamer Avji qo'lga olinib, Turkiyaga olib kelingani ma'lum qilindi. Bu haqda Haberler nashri xabar berdi. Qo'lga olingan qochoq FETÖ'chilar Iroq va Suriyadagi terrorchi tashkilot o'q-dori, raketa,
antidron, radar tizimi kabi uskunalar bilan ta'minlashda ishtirok etgani aytilmoqda. Turkiya mudofaa sanoatida ishlagan Gumbuz Sevilay 2016-yilgi davlat to'ntarishidan keyin lavozimidan ozod qilingan. Gumbuz Sevilay O'zbekistonda turib FETÖ a'zolariga moddiy yordam ko'rsatib kelgan. U Turkiyada davlat tashkilotlariga sizdirilgan tashkilot a'zolarining iltimosi bilan xorijdagi noqonuniy savdolarni amalga oshirgan. Buni Ukraina va Qirg'izistonda ochgan firmalar orqali amalga oshirgani aniqlangan. Tamer Avji esa tashkilotga yangi a'zolar topish va ularni joylashtirish bilan shug'ullangan. Eslatib o'tamiz, Turkiyada 2016-yilning 16-iyuliga o'tar kechasi isyonchilar harbiy davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan. Asosiy to'qnashuvlar Anqara va Istanbul shaharlarida bo'lib o'tgan. 250 dan ortiq fuqaro halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam jarohat olgan, isyon bostirilgan. Keyinroq Turkiyada 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan, 160 mingdan ortiq davlat xizmatchisi, shu jumladan harbiylar ishdan bo'shatilgan yoki chetlatilgan. Turkiya hukumati FETÖ muxolifat tashkiloti yetakchisi Fathulloh Gulenni davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblagan. AQShda yashaydigan Gulenning o'zi esa davlat to'ntarishini qoralagan va ayblovlarni rad etgan. Shu va shunga o'xshash yangiliklar faqat bizning kanalimizda. Agar siz kanalimizda birinchilardan bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha va podpisatsiya tugmasini bosishni yodingizdan chiqarmang. Sizlar bilan Dunyo News kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.